Assalomu alaykum. Hafta bunyod kanalining qadrbaland obunachilari, Inomarka ishqi bozor, Jizzax mashina bozoridan Inomarkalarni ko'rsataman. Xudo xolsa borini videoga bitta like bosib, kommentar o'z fikringizni yozib keting. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolsa foydali bo'ladi deb umiddaman. Aqlar bugun Jizzax mashina bozori qanaqa Inomarkalar chiqdi degan akalar uchun Jitur 270 hop Captiva, bu yoqda Malibu 2, Malibu 1 hammasini ko'rsataman. Xudo xolsa videoni o'qishni ko'rib kuzatib bo'lsalaringiz sizlar uchun bu yoqda ham Malibu 1larni ham hammasini ko'rsataman. Narigi tomoni qorasi. Buni ko'rsatib o'raman. Xudo xolsa boshlaymiz bo'lsa. Like'lar bosib qo'yinglar, hammasi mutlaqo tekin. Assalomu alaykum. Akajon yaxshimisiz? Zerikmayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Akajon, yil necha mashina? 23. 23, 270. Necha puli? 24 deymizda. 24 ming. Bozor qancha qildi bermaganlarsiz? Endi olib chiqdik. Ko'rsatsam bo'ladi mashina. Kelcham, ha. Yaqinlar 2023. Bu so'qa shundan chiqyapti, narigisdanmi? Bo'ldi. Bo'ldi, xo'p. Yaqinlar 2023 qaysi pozitsiyasi bu? Birinchi pozitsiyasi 1.5 motor. 1.5 motor turbina. Parapani bor, 60 talik parapan bor, miyakki balon qo'yilgan. Boshqa qo'ydiz bolalar. Nima amortizator qo'yilgan orqasiga. To'choring, to'choring. 2023 yaqinlar qo'lga tashlangan ekan. Savdolarning holati. Panorama lyuk propalar qo'yilgan ekan. Probega qancha deydi? 48 ming bo'ldi. 48 ming. Dokumentda muammosi yo'q, ha? Dokument muammo yo'q o'zimda. Necha pulga bo'lsa beraverasiz? Ha? Pulni necha pulga bo'lsa beraverasiz? 22 larga berib kelishamiz. 22 ga yana kelishamiz. Variantga? Kelishamiz. Variant barter ham bo'laveradi. Barter yo'q, variant. Variantga gaplashamiz. Nomeringiz nechi? 91lik. 91lik 208 208 98 98 68. 68. Xo'p, akajon charchamang. Sizga omad. Shunday o'g'laman. Salomat bo'ling. Yaqinlar, Captiva'larni o'zi 2 haftadan beri faqat Captiva ko'rsatyapman, ortiq kommentariyada bo'ldi, ortiq Captiva ko'rsatmayman. Biz boshqasini ko'ramiz degan akalar uchun. O'z kommentariyani o'qidim, endi bu sizlarga Malibu 2 larni ko'rsatdi. Malibu 2, Malibu 1 larni Jizzax mashina bozoridan qolsa bitta ko'rsataman endi. Hozir Malibu 2, Malibu 1 oqidan, qorasidan, hop Kia Sonet uni ham ko'rsataman. Qolsa bitta. Mana sizga Malibu 2 ni ko'rsatay. Malibu 2 ishqi bozor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Akajon zerikmayapsizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Yil necha ekan bu? 19 aka. 19 ko'rsatarsam bo'ladi. Puli necha pul? Puli 22 ming gap. 22 ming. 19 kraskasi. Kraskasi toza. Toza ko'rsatarsam bo'ladi. Iltimos shu mikrofonda oling, shuni gapiraverasiz. Yo'q, Ovoz eshitilsa bo'ldi, boshqa shart emas. Endi gapiraveramiz. Ha, shuni gapirasiz bo'ladi. Yili 2019. Yo'q. 2019. 19. Kitormi primerami? Kitor. Kitor, ha? 73 ming yurgan, kraskasi toza. 19. Kraskasi toza ekan. Kitor. Ablisofkalarni almashtirib aka boshqacha mehr bering o'zi. Malibu 2 minib yurgan o'zi akalar bitta biladi. Balon holati, panorama lyuk. Probega qancha dedingiz? 73 ming. 73 ming. Gaz propan nima bo'lgan? Yo benzinda? Benzinda hali. Gap yo'q. Dokumentda muammo yo'qmi? Yo'q. Necha pulga bo'lsa beraverasizlar? Kelishtirib. Bozorda aka, bozorda. Qancha qildi bozor? Assalomu alaykum. Endi-da. Akajon yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Rahmat, Xudoga shukr. 72 ming yurgan, ha? 73 ming. 73 mingga yaqinlashib qoldi. Malibu 2 narxini kelishtiramizmi? Ha, kelishtiramiz aka. Nomeringiz necha? 95lik. 95lik 585 585 0009. 0009. Xo'p, akajon charchamang. Sizga omad. Salomat bo'ling. Xo'p, yaqinlar, Malibu 1lar ham chiqdi. Yo'qda. Nomeringiz necha? 3-9. Hozir buni ko'rsataman. Avtobunyod, YouTube, Instagram ikkalasi akajon. Hozir Kia Sonet bor ekan. Malibu 1larni boshqa joylarga ko'rsataman. Bu nomeringiz necha? 3-9. Assalomu alaykum. Akajon zerikmayapsizmi? Orqaga qarab o'tib ketib qolyapsiz, juda zerikmayapsizmi? Assalomu alaykum. Akajon yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yil necha akajon? 15. 15 pul necha pul? Nomeri mashina qimmat bo'lsa kerak hozir, endi tushib qoldi deng. Ko'rsatsam bo'ladimi? Narx qiziqda baribir. Necha pulga bo'lsa beraverasiz? Necha pul? 11 larga beramiz. 11 yana ham savdosi bor? Yo'q, bo'lish shu. 15 dedingiz yilni. 15. Shuni shuni oling. Gapiraverasiz akajon. Yaqinlar, Malibu 1 ishqi bozori 2015 kraskasi qanaqa edi? Bitta petnolar bor. Ikkita joyda petnos bor. Yil 2015 Malibu 1 ishqi bozori yaqinlar.
Nomerlar necha? 3 ta 9. Lekin oq rangiga mana bu nomer ham boshqacha o'tirgan lekin. Boshqa xarajati yo'qmi aka? Ochavering, mashina tayyor. Ochavering. Xo'p, yaqinlar. Ikkita joyda petnosi bor. 2015 Malibu so'raganlar uchun aka nomerlarni qoldiraman, telefon qilib tekshirtirib bemalol gaplashib olasiz. To'g'ri chiqqan gazda qo'ygan ekan. Malibu so'raganlar uchun bavlarning holati, tepada buklari ham bor. Balon yangi qo'yilgan. Mexanik korobka Qo'yilgandan keyin multimedia. Oldi sistema probegi qancha edi? 120. 120 ming. Dokumentda muammo yo'q. Hech nima o'zini. Displey bo'lsa berasiz. 11 Kelishtirib 11 mingga beramiz. 11 ming yana savdosi bor. Ay. Variantga Yo'q, variant yo'q. Faqat Naqdga. nomeringiz 77lik 77lik 271 271 49 49 99. 99. Xo'p, akajon charchamang, sizga omad. Salomat bo'ling. Xo'p, yaqinlar bo'lmasa bu yoqdan Kia Sonet, bu yoqdan Malibu 1, Tracker 2 juda ham ko'p chiqdi. Hozir o'taman akajon. Xo'p, akajon hozir boraman hozir. Kia Sonetda ham ko'rsatavering endi. Assalomu alaykum. Akajon zerikmayapsizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Yil necha akajon? 25. Pul necha pul? Kelishtirib ayting. 17,5. 17,5. Ko'rsatsa bo'ladi. Kraskasi? Kraska toza. Mikrofon taqib oling. Ovoz eshitsa bo'ladi. 25, kraskasi toza. Qaysi paysa eltizmi? Ikkinchi paytisi. Ikkinchi paysasi. Propan qo'yilganmi, benzinmi? Benzinda. Benzinda. Bozor narxi qildimi akajon? Pullar tashlangan. So'matga Yo'q, 4300 yurgan ekan. Hali narxi qimada bozori? Yo'q. Respublika bo'lsa berasiz. Namizdaga ham 12 chiqdi. Ko'ramiz, keyin kelishib. Variantga ham berasizmi? Yo'q, variant. Naqd yo'q. Faqat naqd. 2025 4300 yurgan benzinda ikkinchi paysasi avtomat 17 ming savdosi bor. 17,5. 17,5. O'zbekistonda bitta qalamiz. Nomeringiz Nomer 95lik. 95lik. 95. Nomer yangimi hali? Ha, nomer yangi Ha, aytdi. ayting. Hozir. Xo'p, yaqinlar aka nomerlarni qoldiraman. Nomer topguncha telefon qilib tekshirtirib bemalol gaplashib olasizlar. Kia Sonet ishqibozlar, Jizzax mashina bozoridan 25, kraskasi toza, 4300 yurgan, benzinda 17,5 ming savdosi bor yana. 95lik. 95lik 015 015 75 48. 75 48. Xo'p, aka charchamang, sizga omad. YouTube, Instagram avtobunyod tekin o'tiraverasiz. Charchamang. Yozavering. Bo'ldi aka. Avtobunyod shundoq yozamiz. YouTube'da ham shunday akajon. Internet biroz qotyapti-da. YouTube'da ham shunday avtobunyod o'tsa bilan chiqadi. Sog' bo'ling, sizga omad. Akajon, narxini kelishtiramizmi bularni? Assalomu alaykum. Boshqa qolib men kelin chiqmasin-da. Sog'ligingiz yaxshimi? Yil necha akajon buni? Iltimos shuni oling, shuni gapiraverasiz. Yil necha akajon? Yili 20, 2020. 20. Kraskasi? Top toza. Kraskasi toza, yaqinlar. Gentrash bozori, Jizzax mashina bozoridan 2020 kraskasi toza ekan. Yana bir qator ballon qoldi. Ballonlari yangi. Mechiga kult, ular ham bor ekan. Salomta ko'rsatsam, chexol ko'lik, avtomat korobka, uni sistema, sallar holati, video registrator, antradar. Akajon, probegi qancha buni? 31 ming. 31 ming. Halol. Boshqa xarajati yo'qmi? Umuman. Avtomat korobka so'raganlar uchun aka nomerlarni qoldiraman, telefon qilib tekshirtirib qolsa bemalol gaplashib olasiz. Propan qo'yilgan ekan, ABS konsner, ya'ni eng fulli shuni olib minadigan joydan. Mechigar pul tepada luklari ham bor, propanlar qo'yilgan, mashina lekin mana qaralgan. Akajon, narxini kelishtirib berasizmi? Hech pul so'raymiz o'zi pulni. 12 ming deyapti bizga. 12 Propan ming. gaz ballonlari bor. 15 ming. Bozorga bermagan narxi hech pul bo'ldi oxirgisi. Hali hech kim Hali so'ragan. savdo variant ham bo'ladi. Yo'q, faqat naqd. Faqat narx savdosi bor. Bor. Nomeringiz 90lik 90lik 538 538 1700. 1700. Xo'p, akajon charchamang. Sizga omad. Salomat bo'ling, omad ishlarga. Xo'p, yaqinlar Malibu 1lardan davom etamiz bo'lsa. Jizzax mashina bozoridan xolisa. Assalomu alaykum. Yil necha aka buni? Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi akajon? Charchamayapsizmi? Yil necha? 2012. 12. Pul necha pul? 11 ming deyapsiz. 11 ming. Bozor qancha qildi bermagan narxingiz? Yo'q, hali endi so'rayman. Hali savdo ko'rsatsa bo'ladi. Kraskasi? Krasklar toza. Toza, shuni to'g'risini mikrofondan oling, shunga gapiramiz. Yil 2012. Yili 2012. Yaqinlar 2012 kraskasi toza ekan. Kraskasi toza. Ishqibozlari, boshqa xarajatlari yo'q-a? Yo'q, xarajat yo'q. Qarib qadoshlari yo'q. Yo'q, hamma yoq qilingan toza. Yaqinlar Malibu so'raganlar uchun shundoq Jizzax mashina bozoridan ochib olsam. Xo'p, propalar qo'yilgan ekan, xarajatlari yo'q. Yana bir qator aka nomerlarni qoldiraman. Ustingizga borib telefon qilib tekshirtirib bemalol gaplashib olasiz. Ballon holatda antradarlar qo'yilgan, tepada do'klar ham bor.
Assalomu alaykum. Amaki yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Avtomat korobka, pullar tashlangan. Probegi qancha edi aka bu? 118. 118 ming. Dokumentda muammosi yo'q. Yo'q, yo'q, yo'q. Nechi pulga bo'lsa beraverasiz akajon. Narxni kelishtirib ayting. Oxiri kelib bo'ladigan 10 ming qilsa beraveramiz. 10 ming. Unda savdosi bormi yana? Yo'q, yo'q. 10 mingdan kami yo'q. Yo'q, 10 mingdan kam yo'q. Nomeringiz 91lik 91lik 188 188 58 50. 58 50. Xo'p akajon, charchamang. Sizga omad. Salomat bo'ling. Omad sizlarga. Trektor yil nechiga aka buni? 23. Assalomu alaykum. 23. Assalomu alaykum. Puli nechi pul? Yaxshimisiz akajon? 17 deyapmiz, kelishtiramizda. Primermi? 23 kraskasi. Toza. Bozor qancha qildi akajon, bermagan narxingiz? Hozir Ko'z ko'rsam bo'ladi mashina? ha, ko'ring. Shu mikrofon taqib qo'ying, qo'lingiz olsiz mayli. 2023 kraskasi toza. 85 ga kirgan xotin faqat jumaga men park keladi bo'ldi. Joyda turib ezilmagan zakon. Ha, Top toza. 4 yangi balon parollar taqilgan ekan. Mashina Ko'z ko'rsam. toza. Qo'l polik. Top boshqa ezilmagan. 16 ming yurgan ekan. 16 yurgan. Hozir qancha qildi akajon, bermaganingiz? Ruxsatnomalar bir tanirovka. Viktor so'rayotgan, unga to'g'ri kelmaydi bizga pul. Faqat naqdga. Naqdga. Nomerlaringni Naqdga. 5. Naqdga. 17 mingdan qancha o'tib berasiz? Kelishamizmi yo'q? Kelishtiramiz. Nomeringiz nechi? Telefon nomeringiz? Nomerda, ha, unikini berib qo'yaylik-da. O'zimnikimi? Haydi. 95lik 95lik 232 232 41 47. 41 47. Ha. Xo'p, akajon, charchamang. Sizga omad. Shuni o'g'lim mikrofon. Salomat bo'ling, omad sizlarga. Ukamda borda, ishlamaydi. Bo'ldi akajon. Xo'p, sog' bo'ling. Malibu kimdan aka? Kimdan mashina? Sizdan? Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshi? Yil nechiga akajon? Assalomu alaykum. 13. Puli nechi pul? Nechi pul so'rayapsiz? Ko'rs ko'rsam bo'ladimi mashina bemalol? Narx qiziqda bari. Bo'ldi. Yil 2013, kraskasi qanaqa? Toza, shiltmasdan shu mikrofon taqib sezmaydi. Ovoz tursa bo'ldi akajon. 2013 kraskasi. Toza. Puli nechi pul? Kelishtirib beradigan pulingiz. Oxirgi summasida. Kelishtirib. Ko'nglingizga chiqarib beraversa. Boshqa xarajatlari yo'qmi akajon buni? Ko'rishdi. 4 yangi bo'lib taqilgan ekan, yaqinlar. Malibu bir so'raganlar uchun Jizzax mashina bozorini, pullar tashlangan, mexanik korobka, audio sistema 141 ming yurgan. Mashina xarajati yo'qmi amak? Yo'q, yo'q. Korobka qadoshlari yo'qmi? Moy yemaydimi? Yo'q. Nechi pulga bo'lsa berasiz? Narxini hali o'ylayapsiz, narxini kelishtirib. shunday. Xo'p, mayli, turmush pakaningizda qo'yilgan xarajatlar yo'qmi? Korobka qadoshlari yo'q. Moy yemaydimi? Yo'q. Pulini ayting endi, kelishtirib. Ko'nglingizdan chiqarib, dehqonchilik mashina tirikchilikmi? Dehqonchilik. Dehqonchilik. Xo'p, yaqinlar, aka nomerlarini qoldiraman, qiziqarli bo'lsa hozir narxini aytsa, shu bilan Biz tushib qolmaymiz. Xudo xohlasa telefon qilib tekshirtirib bemalol gaplashaverasiz. Akajon, narxini ayting endi, kelishtirib. Shu umumiy sal baland kelishtirib yurg'izamiz. Nechi pul? 10 mingdan sal. Ondan baland, ha? Bozor qancha qildi, bermaganlar. Endi keldik. Endi variantga ham berasizmi bo'lib turishga? Yo'q. Faqat naqd. Nomeringiz 99 99lik 195 195 73 73 73. Xo'p, akajon, charchamang, sizga omad. Salomat bo'ling. Xo'p, yaqinlar, bu yoqda Malibu'lar ham bor ekan, Kia Sonet, Sorento, bu yoqda yana bitta Sorento. Egasi bor ekan. Buni egalari yo'q-a? Xo'p, bo'lmasa egasi bor, ko'rsataman. Egasi yo'q ekan, egasi bo'lsa. Bo'ldi, xo'p. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Yil necha akajon? 23. 23. Puli nechi pul? 33800. Ko'rs ko'rsam bo'ladimi mashina? Narx qiziqdi bari, tushuntirmasdan shuni oling. Gapiraverasiz shunga. Oziz tursa. Xo'p, yaqinlar 2023, yaqinlar musofir yurgan akalar o'zi bittada biladi. Xudo xolasa hammamizga nasib qilsa shunaqangi zo'r avtomobillar minish. Allohga oson, yaxshi niyat. Kia Sorento. Salonda bu haber oila eng full ekan. 1 ming yurgan ekan. Allohga oson, yaxshi niyat. Akajon, narxi nechi puldi buni? 33800. Bozor qancha qildi, bermagan narxingiz. Bozor qiyotibdi-da. Savdosi bor. Variant ham bo'ladi. Ha, variant barter bo'lsa qilamiz. Gaplashaveramiz. Nomeringiz 88 88lik 436 436 77 99. 77 99. Variantga bo'lsa, naqdga bo'lsa gaplashamiz. Variantga qancha pul bor beraverasiz? 10 ming puli bor edi. 10 ming bo'lsa gaplashaveramiz. Bo'ldi, akajon, charchamang, sizga omad.